Salom do'stlar, sizlar bilan yana men Misrojon. Bugun men sizlarga qanaqa qilib mana bunaqa tugmalarni yaratishni o'rgataman. Mana bunisi birinchi pickblock tugmasi, ikkinchisi esa F5 tugmasini yaratishni o'rgataman. Buning uchun bizga har xil tugmalarni ham yaratsa bo'ladi do'stlarim. Men hozir buni sizlarga o'rgataman. Birinchi navbatda nastroyka bo'limiga kirib olamiz. Va do'stlarim, hozir ko'rsataman. Mana kirib oldik. Endi esa mana bunaqa qo'lcha touch degan bo'limiga o'tamiz. Shu yerdan men mana ko'rib turibsizlar. Pickblock. Hozir ko'rsataman mana. Mana bu 1.20 Pro Breeze 14 ga shunaqa narsalar ham qo'shilgan boshqalarga. Pickblock yana mana bu shunaqasilar showcar nima plotter keyin shunaqa tugmalar paydo bo'ladi. Agar u noqulay joyda paydo bo'lsa, mana buni. Do'stlarim, hozir sizlarga ham o'rgataman dedim. Kirib ketdim. Qaytadan kirib olaman do'stlar. Hozir shunaqa qilib bemalol sizlar knopalarni ko'rinmasroq qilib o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu uchoq bo'ladi. Shunday qilib yoqasizlar. Do'stlarim, ishlamay qoldi. Xafa bo'lmaysizlar. Lekin shunaqa tugmalarni bemalol yaratsanglar bo'ladi, do'stlarim. Keyin F5 ham ishlab ekan do'stlar. Mana ishlab ekan. Mana keyin do'stlarim. Keyin mana birontasi bayoqroq qolmoqchi bo'lsalar olasizlar, ko'tarmoqchi bo'lsalar ko'tarasizlar. Shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Do'stlarim, keyin bosamiz va chiqsak, ko'rdinglarmi do'stlar? Pastdagi obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Do'stlarim, kanalga obuna bo'linglar. Xayr, salomat bo'ling.